Kelin uyalmışsa vereyim balamı. O'z uyalmaysizmi, qo'yib yuboring, yerimmi? Bu senga. Nima bu? Qarachi oyimga yoqadi bu. Oyi, bu sizga. Bolam bu rostdan mengamidi? Ha, rosa yarashdi. Labbay oyim. Alo bolam, ishdan nechida kelasan? 7da kelarkan Loyjon. Ha, chaqqonlik qilib mendan oldin so'rab bo'ldingizmi? Voy, o'shanda yomon bo'ladi. Esingdami? Esingdami? Ha, esimda. Uyqung keldimi bolam? Ha, rosa. Bo'lmasam chiqib yuzingni yuvib kel, yana gaplashamiz. Sardor aka, qarab oring. Bo'ldi hozir. Voy, kirib ketyapsan bolam? Ha, oyi. Mayli, kirib damingni ola qol. Voy, nima deysiz kelin, shu paytda yelkam orib qolibdi. Voy, o'rtoq, yomon boshim qotdi. Oyim xotinimni hech yoqtirmayaptilar. Nima qilsam bo'lar ekan? Ha, o'zi shunaqa bo'ladi. Sen bitta o'g'il bo'lganing uchun oying senga bog'lanib qolgan. Buni to'g'ri tushunish kerak. Oyingni nimadir qilib xursand qilish kerak-da. Buni bitta zo'r yo'li bor. O, menga qara, gapimni yaxshilab eshit. Xotin topiladi, lekin ona topilmaydi. Ma'nonan bu, ma'nonan. Men sizga nima qildim, nimaga baqirasiz? Yes. Kelin, choy damlang. Asal onam, şeker onam, qand onam.